Qadrli futbol muxlislari, biz Ramazon oyida Newcastle jamoasini haqqiga duo qilmasak bo'lmaydi. Albatta bu hazil, lekin Newcastle jamoasini mart oyida hazil bo'lmagan qo'rqinchli darajadagi taqvim kutmoqda. Va hozir men sizlarga mana shu taqvimni aytib o'taman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifa. Unda boshladik. Demak, 4-mart kuni Newcastle Manchester United bilan o'ynaydi. Manchester United oxirgi 6 ta o'yinda 5 ta g'alaba va 1 ta durang qayd etgan. Shunday ekan, Eddie Howe shogirdlari Michael Carrickning futbolchilariga qarshi juda ham qiynalishi mumkin. Bu og'ir o'yin bo'ladi. Bu o'yindan 3 kun o'tib esa 7-mart kuni Manchester Cityni qabul qiladi Angliya Kubogi doirasida. Bu ham oson bo'lmagan o'yin. Manchester City Angliya chempionligi uchun kurashayotgan klublardan, ularga ortiqcha izoh berishning hojati yo'q. Bu o'yindan 3 kun o'tib esa 10-mart kuni Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Newcastle Barcelona bilan o'ynaydi. Barcelona Ispaniya chempioni, Ispaniya yetakchisi, bo'lib ham Flick shogirdlari Chempionlar Ligasida asosiy favoritlardan va bu uchrashuv ham oson bo'lmaydi hech qanaqasiga. Va 4 kundan keyin 14-mart kuni Newcastle jahon chempioni Chelsea bilan o'ynaydi. Chelsea ham juda ham noqulay raqib, har doim o'sha London klubiga qarshi qiynalgan va bu ham oson o'yin bo'lmasligi aniq. Bu uchrashuvdan 3 kun o'tib esa Barcelona bilan javob uchrashuvini o'tkazadi 17-mart kuni. Qarang, 4-martdan 17-martgacha 13 kun, hattoki 13 kun ichida mana shunaqangi dahshatli o'yinlarni o'tkazadi. Xo'sh do'stlar, Newcastle jamoasi ushbu o'yinlardan qaysida g'alaba qozonadi va qaysidan sog' omon chiqadi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.